ko'p narsalar olib bunaqa keyin hafta bo'lganda berar ekanda pulni. Keyin aytibdi endi hali xotin aytibdi o'sha Qo'qondagi xotin aytibdi endi debdi andijonliklarga hech qachon bermayman unaqaga kamroq savdo qilsam ham hech qachon bermayman hali qarziga meni rosa ko'pchilik aldab ketdi debdi. Ha, qulog'ingiz menda bo'lsa. Keyin aldam quloqda qara barkashday keyin degan ekan aldab ketdi meni deb degan ekan keyin opacham aytib beryapti. Yo'q unaqa men desa yo'q debdi. 15 minutdan keyin 25 minut gaplashibdi-da. Gaplashgandan keyin 7 million 8 million tovarni shunda olib ketibdi. Opacham. Ming so'mga ham tovar bermayman andijonliklarga degan joyda 25 ming gaplashib 7 million 8 million tovarni shunda yuklatib shunda keyin hafta berishga olib ketibdi. To'g'ri, yomon sizlar O'ta. Hojilar o'li desam sizlar ammo shu shaxslar Bizda dars olgan u. Bahorga qarab menga gapiryapsizmi? Andijonlikda. Bundan turib, o'mda o'tirishimni xohlayapti. Bundan o'tiraman. O'zim rosa mashina sizga qarab gapiraman-da. Bir oldimda bahor bo'lmasin ekan. Yo'q. Bizda. Men qilib men qilib eshitaman menga gapiryapti. Boyagi kurtni ko'rdim. Qilib olamasam. Rostdan-da bunaqa qilib eshitdingiz qulog'imni tashab qo'ygan. Ho'pilladim. Men bu sizga qarabman deb. Sam. Dastavka qildirib borayman. Dastavka. Hozir ha desak hali anaqadan qoraqalpoqdan bo'lmaydi qo'ying. Ertalabgacha qurt qidirib va bu xalqada sotadi deb o'zimizga o'zimiz begim kelyapti. Qo'molni tutamiz. Yo'q-da. Sumkam olib keling-chi. Ya bildim. Beru. Ay. O'zizchasi. Sizga mehribon demas, oshib borasiz. Qomog'ingizga nima qildi? Tomog'ingizga nima qildi demoqchisiz? Siz birinchi marta kirgan bo'lsangiz, tayyorlanavering. Meni tomog'im o'zim mana shunaqa xripim bor. O'rganing. Ha, o'rganing shuni. Bormi? Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Kim oladi yo, shuginani yoqdib. Aldım.